Hammaga salom do'stlar, Sayman Real Zegal va bugungi roligimizda mana shu qishlog'imizni kuchaytiramiz. Qani bo'lmasam let's go. Do'stlar, mana shu uyda qurayotgan edim, video yozib olmabdi. Ya'ni olayotgan joyim uzilib qolibdi, to'g'ri qilib aytganda. Mana shunday joy, mana shu o'lchamda uy va bitta narsa. Men kecha ilgari kuni bilmayman. Shuni deb o'tirdim, anaqangi mod bor ekan. Prosta bu mod bo'lmay ekan, chunki bu modni bitta tarafi ishlatib bo'lmay ekan. Bitta urishga tursa tutunib ketib qolar, ya'ni joni bor ekan. O'zimiz kompyuterimiz yaxshi dedim men. Va tupurdim bunga. Bu kompyuterlar menga yoqmadi. Endi bu yerda men o'lchamini qilib, mana shunday qoralarni o'rab, devorlarni qilgandan keyin videoni yoqaman. Do'stlar, mana birinchi qavatini qilib bo'ldim va ichlarini hali qilganim yo'q. Zombilarga to'lib ketibdi-yu. Zombilarga to'lib ketibdi-yu. Hammasini matqab ketibdi-yu. Uchi-puchi qilib tashlaymiz. Hozir birgalikda qilib qo'yamiz betini. Yo'qol. Men bu yerni qilganimcha like, obuna bosish esdan chiqmasin. Tezroq 100 ta bo'laylik. Hech qancha qolmadi deyarli. 74 ta obunachi. Hech narsa qolmadi deyarli. Hech narsa qolmadi. 100 ta bo'lishimizga. Obunalarni bosib tashlanglar, sharillatib obuna bosib tashlamaysizlarmi? Tas obunani bosinglar. Xursand bo'lardim men. Mana ikkinchi etajni va bu yerga ham shunday qilib chiqamiz. Do'stlar, mana qurib bo'ldim. Mana uyimiz. Va bitta matcha yo'qolib ketibdi. Bu yer balkon. O'z matda oyna bo'lish kerak deb prosta men kichkina qilib qo'yibman. Mayli, kichkinagina oyna ham zarar qilmaydi. Nega qolyapti unda oynasiz? Mayli. Qabrim zato yarashdi. Va mana shu yerlarni oynadan qilamiz. Va birinchi asosiy o'rinda hamma joyga svet qo'yib chiqish kerak. Bunda bratanlar to'lib ketadi. Minecraft qonuni. Va endi ichini birgalikda quramiz va ya'ni men bezatmayman. Ichini bezamayman. Chunki hozir 5% zaratga qoldi. 5% olyapman. Tezroq eshiklarga 4% qolibdi. Tezroq uchi-puchi qilib qo'yishim kerak. Bu yerga eshik. 4% zaratga. Var, qo'lim qiyshiq. Bu yerga ham bitta eshik. Bol. O'chib qoladi telefon. Bol tezroq. Tomini qilolmayman, menimcha tomini. Mana, va endi bu yerga ham bitta eshik. Hali ancha joy bor ekan, u qilinmagan. Bol. Tezroq ulgurishim kerak. Men zaratga o'chib qolmashidan oldin. Telefon o'chib qolmashidan oldin.
Mana derazalarni keyingi qismlarda qo'yaveramiz. Bo'pti. Hozir ulgiyman. 3%, 3%. Ozgina kutib turinglar, zaryadga qo'yib olay. Zaryadkaga qo'yib olay, zaryadkaga hozir 3% zaryadga qo'ydim. Zaryadkaga qo'yib olsam, hammasi uchib bo'ladi. Bo'ldi, 3% o'ynayapman. Sal qatadi. 3% endi. Sam bir 3% o'ynamay ekanda devoringga. Qatyapti menda nimagadir. Bularni stop qilgim kelmayapti. O'zi video ozgina chop bo'lyapti. Tomini keyingi qismlardami yo'q. O'zim qurib qo'yaveraman tomini. Sizlarga ko'rsatmay qo'yaveraman. Men buni qilgunimcha telefon zaryad tugab qolmasligi uchun sizlar hozir obuna bo'lib qo'yinglar. Telefonni zaryadga tugab qolmasdan oldin sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Tezroq 100 ta bo'laylik, 100 ta. Ozgina emas. Voy jichcha emas-da, jichcha qo'ygan. Gapni qayda, jichcha emas, jichcha qo'ygan. O'ta darajada jichcha qo'ygan. Jichcha qo'yganidan jichcha qo'ygan o'zi ham. Va bo'ldimi? Beri ham bitta oyna. Keyingi qismlarda bezaymiz. Bezab anaqa qilib qo'yamiz. Bezab tomini qilamiz. Hali ish ko'p bunda. Uyda hali ish ko'p. Mana bu yerga ham bitta oyna. Bo'ldi mana. Va chaqmoq makvin. Chaqmoq makvin bo'ldi. Bo'ldimi, tugadimi degan paytimda marta yana paydo bo'ladi. Bu talalarim. Bu talon nimani bolasi edi? Yozib ketinglar kommentariyada. Esimdan chiqib qoldi. Shunaqa lampochka qo'yamiz va nechi foiz? 3% yaxshi. Yaxshi. Eshik kerak, eshik. Beshik. Tomatga. Eshik. Ikkita teshik. Ikkita teshik. Bo'laveradi, ko'rmaysiz. Chiqaveradi. Endi maylidan zina ochib qo'yay. Mayli, zaryad jasad zinaga yetsa kerak endi. Zaryadga yetadi, aniq yetadi zinaga. Lekin tomini qilish niyat yo'q menda. Va o'rganib olinglar. Yerga ikkita oq blok qilamiz. Qo'yamiz. Bratan, qalaysiz? Bo'ldi, bu yog'iga. Bo'ladimi shu? Chiqadi.
bo'laveradi. Nima ketibdi burada? Mana xullas keyingi qismlarda, ya'ni zaryadga yetadimi? Yetar ekan. Demak, yerlarni ham qilib chiqishga yetar ekan. Xo'sh do'stlar, hozir batareya kam deb otib yuboryapti. Shunga keyingi qismlarda mana shu tomonni bitirib qo'yamiz. Hammaga xayr. Like, obuna bo'lish esdan chiqmasin.